Kanadadagi Toronto cho'lpini gazetida Michael Levitt imzosi bilan Xitoy zulmiga uchrayotgan Uyg'urlar uchun hargiz qaytlanmaydi deyishning zamoni keldi. Mavzuliq bir maqola e'lon qilindi. Maqolada tuvandagi bayonlar bor. Xitoyning Uyg'urlarga davomli ziyonkashlik qilishi taratqularda yetarli darajada xabar qilinmayotdi. Siz oldingi qitim bu vaqtda xabar o'qigan yoki ularning qiyinchiligi haqida televiziya programmasi ko'rgan vaqtingiz qachon? Balkim yaqinda emas. Buni zamonimizdagi insoniyatga qarshi elib berilgan eng dahshatlik va eng qo'rqinchli jinoyatlarning biri deb qaraganda, Uyg'urlarning og'ir qiyinchiligiga yetarli ahamiyat berilmasligi kishini andishiga soladi. Biz Yahudi cho'ng qirg'inchiligi va boshqa irqiy qirg'inchiliklardan shuni bilamizki, dunyoning beparvoligi, harakatsizligi va chekidan oshgan kishilik huquq dafsandichiligi oldida sukut qilishi ziyonkashlik uchirg'uvchilarga haqiqiy ajallik oqibat elib keladi. Angliya Tashqi ishlar vaziri James Cleverly juma kuni Londonda ziyoratda bo'layotgan Xitoyning muavin raisi Han Ching bilan ko'rishganda Angliyaning Hong Kong, Sharqi Turkiston va Tayvan masalasiga bo'lgan ko'z qarashini o'tirg'a qo'ygan. James Cleverly Twitter hesabida Xitoy bilan aralashish deganimiz og'ir ixtilof va hamkorlashish maqsadida sohalarni muzokara qilishni ko'rsatdi. Bugun men Xitoy muavin raisi Han Chingga Angliyaning Hong Kong, Uyg'ur va Tayvan masalasiga bo'lgan ko'z qarashini o'tirg'a qo'ydim. Biz yana iqtisodiy munosabat, klimat o'zgarish jihatda hamkorlashish masalasini muzokara qildik degan. Kanada hukumati dushanba kuni Torontodagi Xitoy diplomat Zhao Weini qo'llab chiqarganligini e'lon qildi. Twitter agentligining xabar qilishicha, istixborot doklati bu diplomatning Xitoyning Uyg'ur siyosatini tanqid qilgan bir kanadalik diplomatga tahdid selish bilan ayblagan. Kanada Tashqi ishlar ministri Melanie Joly biz har qanday sirtqi mudohalaga yo'l qo'ymaymiz degan. Michael Chong 2021-yil Kanada parlamentiga sunilgan Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb qabul qilish loyihasining tashabbuschilaridan bo'lib, Xitoy diplomat Zhao parlament a'zosi Chong haqida uchur to'plagan. Yevropa İttifaqı Rossiyaning tajovuzchilik urush sanoatini qo'llagan deb gumon qilingan 7 Xitoy shirkatiga jazo berishni planladi. Amerika ovozining xabarda bildirishicha, pul muomala vaqt gazeti tarafidan tekshirilgan jazo tizimligida 7 Xitoy shirkatining Yevropa İttifoqiga a'zo davlatlar bu hafta muzokara qilinadigan yangi jazo planiga kirgizilganligi ko'rsatilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Arab ellari ittifoqiga a'zo davlatlarning diplomatiya ministrlarining Suriyadagi Bashar Asad hokimiyatining ittifoqqa qaytib kelish to'g'risidagi kelishimini qarshi oladiganligini bildirdi. Qinghang mazkur uchrashda Xitoy Amerika munosabatining muqimligini ta'kidlab, munosabatdagi pasliqlarni tamkin, kasbiy va amaliyatchil bartaraf qilish kerakligini o'tirg'a qo'ygan. O yana Xitoy bilan Amerika munosabatida o'zaro hurmat qilish, tinch va teng foyda oladigan hamkorlik prinsipini qo'llanishning lozimligini ta'kidlagan. O yana Amerikaning Xitoyning egilik huquqi, bexatarligi va taraqqiyot manfaatiga ziyon yetkazishni to'xtatish kerakligini, Tayvan masalasini to'g'ri bartaraf qilish, atalmish bir Xitoy prinsipiga buzg'unchilik qilishdan saqlanish hamda Tayvanning mustaqilligini qo'llaydigan bo'lgunchi kuchlarni qo'llash yoki hamkorlashni to'xtatish qatorliq masalalardagi talablarni o'tirg'a qo'ygan.